Assalomu alaykum. Mana bugun ko'rib turganingizdek tandirdan non yopyapmiz. Men esa ijod qilib piyozli non qildim. Kim yaxshi ko'radi piyozli nonni? Bir boshdan tayyorlay boshladim. Qarang, judayam mazali. Yaxshilab qorib olamiz. So'ngra unga ozroq yog' va piyozlardan keraklicha qo'shib olamiz. Ularni videoga ololmadim. Mana qarabsizki tayyor. Mazza qilib uni endi kesib idishlarga olamiz. O'zim rossiyam xrustyashli bo'lib pishgan. Mazza qilib yeymiz endi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Uni duxovkada qildim, nonimiz esa tandirda pishdi. Tandirda pishgan nonni kim yaxshi ko'radi? Kommentariyada aytib qo'yamiz. Marhamat, tatib ko'ring. Yoqimli ishtaha bizga. Judayam mazali chiqdi.